Lamine Yamal endi rostdan ham hammani g'azablantirdi. Bu qilgan harakati katta hurmatsizlik. Hoziroq Jonim futbolim kanaliga obuna bo'lib qo'ying. So'nggi yangiliklar faqat bizada. Bilasizlar, ko'pincha muhim o'yinlardan oldin Lamine intervyularda yoki istoriyasida missiyadaman. Bizani jamoamiz g'alaba qozonadi deb har xil tarzda o'ziga motivatsiya beradi va Portugaliyaga qarshi o'yingacha bunga rostdan ham g'alabalar olib kelayotgan edi. Ammo Ronaldoga qarshi mag'lub bo'lib, birinchi bo'lib afsonaga qo'l berayotganida yuziga qaramadi. Undan keyin esa barcha jamoadoshlari chempionlarga qarsak chalib turganida u hurmatsizlik ko'rsatib ketib qoldi. Va mana bir necha kun o'tgach Instagramida sipirib R harfini yasaganini qo'ydi va hamma darhol u 12 yoshli Ronaldoga ishora qilib, uni ustidan kuldi deb aytishni boshlashdi. Xo'sh do'stlar, siz bu harakatni qanday baholaysiz? Fikringizni albatta izohlarda qoldirib keting. Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy kola.